Jang oxirida Nursulton raqib oyoqlarini ushlab oladi. Buni ko'rgan ayyor hakam MMA qoidalarini buzgan holda jangchilarni tik turg'azadi. Lekin hakam ularni tik qilib ulgurmasidan Nursulton og'riqli usulni qo'llagan, raqib esa 3 marotaba Nursulton oyoqlariga urib taslim bo'lganini tan olishga ulgurgandi. Nursulton g'alabani nishonlay boshlaydi. Buni ko'rgan hakamni jahli chiqadi. Nursultonni qo'lidagi O'zbekiston bayrog'ini olib, oktagon tashqarisiga uloqtirib yuboradi. Muxlislar ham baqira boshlashadi. Nursulton esa jahli chiqqan holda oktagondan chiqib ketadi. Nursulton o'z Instagramida bunday yovvoyi hakam hamda muxlislarni hech qayerda ko'rmaganini aytib o'tadi. Bu xalq eng jirkanch xalq. Ular o'z prezidentlarini ham otib tashlashadi. Men esa oddiy jangchiman. Ularda birgina maqsad bor. Bu ham bo'lsa yomonlik qilishdir. Ular xuddi itga o'xshaydi deb aytib o'tdi Nursulton. Bu gaplardan keyin juda katta janjal ko'tarildi. Bu janjalga ikkita davlat tashqi ishlar vazirligi aralashishga majbur bo'ladi. Nursultonni birin-ketin hamma qirg'iz jangchilari oktagonga chaqira boshlaydi. Ular